balkim yoqmay ketmasligi ham mumkin. O'shaning uchun biz navbatdagi rezidentimizni sahnaga taklif qilamiz va bu rezidentimizni juda ham ko'pchilik taniydi. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda yoki hayotda, ko'plab vaynlarda, har xil joylarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Maqtashdan ko'ra ko'proq qarg'agansizlar, men bunga aniq javob beraman, chunki hozir bu bola sahnaga tashrif buyuradi. Xushvaqt Ravshanov, bitta gul roziliqlar bilan. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamasizlarmi? Men ismim Xushvaqt, familiyam Ravshanov, yoshim 25 ta. Ko'pincha sahnaga chiqib hazillasam, ko'pchilik hazilimga emas, aftimga qarab qo'rqqandan kular ekan. O'sha uchun qo'rqmanglar, hazilimga ham kulsanglar bo'ladi. Men o'zim haqimda gapirib bermoqchiman. Men sevgan qizim Mortal Kombat o'ynaganlar bormi? Segada Mortal Kombat. Bor-a? O'sha Mortal Kombatdagi Sub-Zero'ni bilasizlar-a? Og'izdan muz o'tadi, suv o'tadi, qo'ldan suv o'tadi. O'sha Sub-Zero'ga o'xshatadi-ganda. Men ahmoq xursand bo'lib yuribman. Keyin, dedim, sen meni dedim, shu baquvvat, yuzda shiram bor, meni ham yuzimda shiram bor. O'shanga o'xshatyapsan dedi. Xursand bo'lsam, yo'q dedi. Sizlar ham ikkoving ham dedi, bir xil befarosatda tupurib gapirasizlar dedi. Keyin jo'rilarim mana bu Qirol Sher multfilmi bor-ku, Simbaning amakisi. O'sha Simbaning amakisiga o'xshatar ekan. Mayli. Yaqinda bog'ga kirdik jo'rlarim bilan. Men sevgan qizim yo'q, shuning uchun jo'rlar bilan bog'ga kiraman. Bog'ga kirdik. Bitta amaki ichib o'tiribdi-da, keyin menga qarab turibdi aftimga. Kel oldimga. Uka dedi, aftingga nima qilgan dedi. Shu kichkinalikda shunaqa palakat bo'lgan. Shunga shiram bo'lib qo'ygan desam, yo'q, sen bundan uyalma dedi. Mujikni dedi, yuzda shiram bo'ladi dedi. Ruscha gap bor ekan shunaqa. Shuni aytdim, motivatsiya oldim, bo'ldi dedim. Keyin qarab turib aftimga nima dedi? Operatsiya qildirib ko'rmadingmi dedi. Keyin, mana o'zingiz aytayapsiz-ku, sizga o'xshagan hamma tanishlarim shunaqa deyapti. Operatsiya qildirma, zo'r deyapti desam, "Ha" dedi. Insonning yuzi bilan insonda go'zalda dedi. Keyin amakiga aytdim, "Nima qilay hozir? Men qilaymi operatsiya yo'qmi?" dedim. Kulgili edi o'sha payt. Keyin sizlardan shunaqa befarosat tanishinglar bormi? Men bitta o'rtog'im borda, realni oldim kesib bo'g'ib qo'ygim keladi-da. Mashinada o'tiribmiz, yo'ldan adashdikda, men aytdim, kartaga kir, Yandex kartaga, qayerda ekan desam, xo'p, oradan 5 minut o'tdi-da, keyin nima bo'ldi desam, hozir mana Yandexdan ko'rdim, 5 minutda Spark keladi deydi. Prime mana taksi chaqirib o'rganda. Bundan ham dahshati peshxodda bo'ladi. Mana peshxoddan o'taverasizlar, chap tarafdan, o'ng tarafdan mashinalar keladi-da, sizlarga yo'l berib kutib turadi-da. Siz vijdoningiz bor, yaxshi insonsiz-da, yugurib o'tasizda. Iflos orqaga turib oladi-da, nima shoshyapsan? Bizning yo'lga deb sigaret chekishni boshlaydi-da. Bu yoqda siz tezlash deb turaverasiz. Shofer ham, mashinadagi shofer ham sizga qarab signal chaladi. "Olayman buni" dedi. To'g'risi-da. Bu qanaqa holat? Kagutona video ko'rib turaverasizlar, ko'raysiz. Bitta video chiqdi, orqasidan kuchuk o'ynagan bor-ku, bunday qilib. Videodagi odam boshqa, lekin sizlar hijolat tortasizlar-ku, shunaqa vaziyatda. Bundan ham tashqari u qimor o'ynagani. Adinxbet degan bitta narsa bor ekan, qimor o'ynaydi-da. Molligini qaranglar-da, dasturxonni boshidan duo qilmasdan tursa turadi, lekin ana kupon terayotgan vaqt, "Ey Xudo, shu yutay. Ey Xudo" deb turadi-da. To'g'risi. Mana shu qimorga odam o'rganib qoladi-ku, shu qimordan qutulib ketish ehtimoli necha foiz deb o'ylaysizlar? Tashlab ketish ehtimoli. 0. Statistika bo'yicha 5% ekanda. Ko'rdinglarmi, shu yerda ham yutqizyapsizlar. O'sha uchun o'ynamaslik kerak. Rahmat. Yo'q, hali emas, hali bor. Yoqmayaptimi deyman-da hazırlarım.
adını ekspert o'ynaysizmi? Xullas, sevgan qizimni menga berayotgan savollarini bir kal odam eshitsa, sochi o'sish boshlaydi. Shunaqa tupga tiqadigan savol bo'ladi. To'g'ri, savol oddiy, lekin javob berish murakkabda. Nima deydi? Ma'ni deydi, nimaga yaxshi ko'rib qo'ygansiz deydi. Ha, shu sevib qo'yganman desam, "Yo, buni boya aytdingiz, boshqa gap ayting" deydi. Ha, chiroylisan desam, tushunarli. Ertaga 35 ga kirib qarib qolsam, "Meni sevmas ekansiz-da" deydi. Bir balo qilib ana ko'ndirib olaman bu gapga. Bundan ham dahshati, oldin boshqa qiz bilan gaplashgansizlar, o'shani bilib qoladi-ku. Undan battari yo'qdi. O'limda promoy go'rga kirib oladigan holatda bu. Har 2 soatda so'raydi-da. Xushroq aka, ana Nargiz bilan nima ajrashib ketgansizlar? Ha, boya aytdim-ki javobini. Yo'q, men unga qoniqmadim-da deydi. Ah, xo'p, u xiyonat qilgandi desam, "Yo'q, buni aytdingiz, boshqa bahona o'ylab toping" deydi. Ha, bo'pti, xunigi desan, chiroylisan desam, yana o'sha gap. Men ertaga 35 ga kirsam, meni tashlab ketadi. Pashole degilar keladi-da. Rahmat, menda hozircha shular. Sizlar bilan xushroq.